Odamlar bilmayman degan so'zni ishlatmay qo'ydi, ahamiyat berdinglarmi? Hamma aqlli, hamma mutaxassis. Qo'shningiz biznes haqida maslahat beradi. Oila qurish bo'yicha ajrashganlar. Do'stingiz 3 kun zalga chiqib trener bo'lib oladi. Keyin nimaga rivojlanmayapmiz deb hayron bo'lamiz. Betimiz og'risa doktorga boramiz-ku, to'g'rimi? Chunki sohani ilmini olgan odam maslahat berish kerak. Hayotiy ishlarda nega bunaqa qilmaymiz? Siz xohlagan darajaga o'zlari chiqmagan odamlarning maslahatlarini eshitish bu medkollejda koridorda o'qigan o'rtog'ingizdan kasalingizga tashxis olish bilan bir xil. Lekin to'g'ri, bu tekin. Chunki eng yomon maslahatlar o'zi tekin bo'ladi. Agar ular pulli bo'lganda ularni hech kim eshitmasdi. Va har kimdan maslahat so'rab xato qilishni to'xtatib, har sohada o'z mutaxassisini eshitish vaqti kelgandir. Va men barcha sohalarning top ekspertlarini bitta joyda topdim. Bu Connected platformasi. Bu joyda siz Meta, Amazon, Yandex, Google va mahalliy yirik kompaniyalarda ishlagan odamlardan konsultatsiya olishingiz mumkin. Marketing, dasturlashdan tortib shaxsiy rivojlanishgacha. Platforma juda ham qulay va oddiy ishlaydi. O'z muammoingiz yo'nalishi bo'yicha ekspert tanlaysiz, to'lovini qilasiz va platformaning o'zida video qo'ng'iroq orqali bemalol xohlagan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Yangi qulayliklar, yangi daraja, foydalaninglar.